Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilarimiz. Xohlasa 350 kiloli yem meshalkamizni hozir ishlash jarayonini ko'ramiz. Xohlasa buning uchun tayyor qilib qo'ydik. Beda, somon, moshpiris bor, yantaq bor, boshqa narsalar, har xil hasharlarimiz bor. Buni hozir aralashtirishni ko'ramiz. Xo'p, akalar, xohlasa boshlayapmiz. Buning ichiga somon, beda, moshpalaklar tashlab qo'yganmiz. Hozir endi yem solishni boshlaymiz. Nima solamiz hozir? Silos bilan uni makka suvdan chiqardik hozir o'shani solamiz. Silos, makka, bug'doy, sho'rxamiz bor. Xohlasa aralashishni ko'ramiz. Yoqib olaveramizmi buni? Ha, yurgizyapti. Ketdik. Silosimiz kamroq bo'lib qoldi. Ha, qo'yavering. Meshalkamiz 350 kiloli yem meshalka bo'ladi. Sigirmaga ishlab turibdi motorlari. Ishlash, to'lib toshib ishlayapti. Suv quyib olib keyin tashlaymizmi? Ikkinchi paqir suvimiz ketyapti. Aralashiga qarab turib, namligini ko'ramiz. Yerni solishni boshlaymiz. O'zi ko'ryapsiz, ichkaridan chiqib, toshib, tagiga olib ketaveradi. Ha, yopishadigan. Yana bitta quyib yuboraverakmi? Ishlash holati. Ichidan qaynab chiqib toshib ishlayveradi. Past joyga tashlaveradi. Ha, solib. To'rt kilo. Bu 22 kilo. Toshib ketyapti. Akalar quvvatini ko'rasizlar. Endi bunaqangi toshirmasdan sal kamroq solib ishlatasan. Endi ko'pchilik to'ldirib qo'ysa qanaqa ishlaydi deb savol beradi. Shu savolga javob mana to'ldirib qo'ysa ham qiynalmay ishlayveradi. Akalar, ko'rib turganlaringiz 350 kiloli yem meshalkamiz bo'ladi. 220 voltda ishlayapti.
Kepek sug'oramizmi? Ha, kepek ham solaylik. Akalar o'zini kirib ketyapti. Mana bo'lmasam bo'ldi. Biz so'raganlarga zakaz bo'ldi. Qanchagacha aralashtiradi sizlarga? Boshib ishlayapti. Mana yemni holatini ko'rasizlar. Har bitta burchakda makka, bug'doy, kepek hammasi yaxshi turibdi. Davlasa akalar buni yemimiz tayyor bo'lib qoldi. Qo'chqarlarni yemi. Har bitta burchakda mana sho'rxa, kepek, makka, bug'doylar ko'rsalang bo'ladi. Endi hozir to'kishni boshlaymiz davlasa. Boshlardimi? Chala aralashgan joyi yo'q. Hamma yo'q, birdek ketyapti. Bir joyda ko'p, bir joyda kam bo'lib qolmadi, hamma yo'q, bir xilda ketyapti. Ayam bo'lib ketdi. Hozir mana ushlab ko'ring. Akalar mana yemni mayinligi mana drabiyadan chiqqan yemdan ko'ra mayinroq bo'ladi. Qo'ylar hazm qilishiga ham bu ancha yordam beradi. Qo'y, mol, jamiki chorva. Bishalkadan chiqqan yemni ham bir afzalligi ichidagi hashaylar yumshab ketadi.